Assalomu alaykum mehmonlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi Shuni güzel Yepak yo'li sanasi programmasiga qatnashgan mayirlarning chin haqiqiy ovozdan olishga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar. Shinuri biotexnikasida Sultan zavodida ishlangan go'zallik mening chin go'zalliklarim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Balkim bu qadimgi programmamizga qatnashgan mayirlarning qanday tartibligiga hammalar qiziqayotgan bo'lsa kerak. Undaqda oldi bilan mukofot buyumlari bilan tanishib chiqaydi. Birinci dərəcəyə erişkən mayırını əsəl makanı qulcu dişləb, sapta və əsəlini bazağı sağanı beri xalqımızdan yaxdırıb istimal qılışığı erişkən Ulca Paktil Müslümançı məytik işləb çıxırı şirketi 200 min yuan qiymetidəki avtomobil bilən tartıqlaydı. İkinci dərəcə mükafatımızdan ait katta uzaq yılıq tədqiqat nəticəsi bilən diyarımızda tuncu bulub, Qutyar markisidəki əla sübətlik görüşlük soda suyunu işləb çıxırıb, xalqımızdan yaxdırıb istimal qılışı və işəncisiga erişkən Ürümçi Qutyar Pen Texnika Tərəqqiyat şirketi 150 min yuan qiymetidəki avtomobil bilən tartıqlaydı. Çin dərəcə mükafatımız olsa Uyğur tibbiyatçılıqda belgilik düz şahsıl qılğan Şinjan Kinara məbləğçiliki Erkan məhsullatları təminləyən 100 min yuan qiymetidəki avtomobil. Dördüncü dərəcə mükafatımız olsa Sılatqızdan namayan soğan Şinjan Mötüər Xalqara Soğut Çəkisi şirketi Elzoq kiyimçiliki təminləyən 50 min yuan qiymetidəki avtomobil. Şunaq qarindoshlar, mukofot buyumlarımız intayin katta. Öz növbətində bizning mayirlarimizdan tayyorligimi intayin puxta. Qani, mayirimiz sahnimizga maramat. Elining sap havosidan sap aqlli farzandlar yetishib chiqadi. Mana bu qiz Elining Dilrabo bog'lari, Talik tog'larining xushavolik Eli salimini elib sahnimizga yetib keldi. Mening naqshi hissiyatga alaydigan bo'lsa, naqshlarni nihoyat tez o'rganib ola olaman. Men odatda klassik anglar va ommabop turli naqshlar aytishni yaxshi ko'raman. Adet qildigan ishlarim bo'lsa, naqsha anglash, musiqa mashq qilish qatorliqlar. Mening ortiqchiligim naqsha aytish, usul o'ynash, riyosatchilik qilish. Bugungi bu musobaqa qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'z talentimni joriy qildirish. Bu qadimgi musobaqa qatnashishda o'zimga ishonchim bor, cho'qim tirishaman.
günler, yolsuzluk günler, günler günler, günler günler, bu uzun günler, tenhalıkta bir aşığım bu kullar ürler, tenhalıkta Mening ismim Dilraba Shavkat, bu yil 23 yosh, yurtim G'uljidan. Xinjiang pedagogik universitetining musiqa ma'rif kasbida o'qiyman. Sizning ovozingiz ajab oldingi qitimqi bir mayirlarning bir ovoziga shunday bir o'xshaydi ekan. Dilxumar Shavkat singlim bo'ldi. Dilxumar Shavkat. Ay, ördükle biz tonub kaldık. Hadi sağ olun. Hadi sağ olun. Okşayıpsınız. Sağlam. Bir jip qop ketken bolsanız bek yaxshi bo'libdi. O'rlanmay qilib qoldik. Endi sababini azroq tushuntiray sizlarga. Bo'ldi. Sizningki shu tankash musikangiz boshdan oxiri bu sizning ovozingizni yivetdi. Anandaki ikkinchi ko'p texnikki neqratida yeni tapchaga yerva ekan bu. Sezdingizmi? Aşağıda ovozingiz ichildi. Evci bilen başlanışından baştan ahire kattıklar. Müzik işletkende amal var. Muşu müziğinin nezarisini, icadiyetinin nezarisini bülüdüğün jigitlerge işletiş gerek. Dilraba muşu tankeşni to'rdan tushagan. To'g'rimi? To'rdan tushagandikin bunun ig'ir, yenigi bak yenig bo'lib ketadi. Zil ovoz bak zillashib ketib, bom ovoz bak bomlashib ketib, shuni bilan musiqa o'zgarib ketadi degandek, sizning chiqarayotgan ovozingizga o'zingizning ovozingizga daxl yetkazib qo'ydim. Haqiqatan bulbuldek juqursiz juqur, tövni tövan bak chiroyli ovoz ekan. Haqiqatan musiqa yeb ketdi sizning ovozingizni. Biz sizning ovozingizni topolmay izlab ketdik. Bu sizniki masala emas, lekin siz mushundaq ishlarda sizning bir naqshchi bo'lish sifatingiz bilan mush ishlarga diqqat qiling demoqchi. Azroq qiynalib qoldingiz. Chunki bu men aytgan naqshi, erlarga tushirib ishlangan tankash bo'lg'achqa, agar o'zgartmagan bo'lsangiz, shu balkim shu sizni qiynada azroq turaqsizlik bor. Lekin bak chiroyli turaqlar bilan aytdingiz. Sizning men aytgan naqshni tanlaganligingizdan bak suyundim. Lekin men naqshni haqiqatan hammamiz mening do'stlarimdan tortib men o'zimgacha yaxshi ko'raman. Mushu naqshning o'rniga shu texmi puxta naqshdan birini tanlagan bo'lsangiz, tanlab olgan bo'lsak bo'pti-ku biz. İntayın epsiz. Aldın kıttım, sığınınız mı? Nahayeti çıraylık nakşı itkandı. Biz netçeylen müşahede çaç başlarınızın tasqalan ilişip soquşup yetkeli. Sizden okşaysanız okşayış avazınlarını okşayıp kaldıkken şurada süzük çıraylık ettiniz nakşını. Lekin şu bayatın başka ustazlar degendek şu tenkeş müzikinin sel ziyan tatıp kaldınız. Sizin tanlayanmay qaldı o, keçirim. Hech yo'q. Men odatda bu naqshni moduddan bir soatdagi to'la aytdim uyda. Bilib qoldik. O vaqt qiynalmadim. Ma muzika menga tozalik. Asli bosh tanlagan naqshim bu emasdi-ku. Ba'zi bir sabablar tufayli mush naqshiga o'zgarib qolgan. Agar shu rejissyorlar programma rejissyorlari başqa ustozlar hammasi qo'shilsa keyin biz musobaqadan keyinchi balkim bizniki hammalarning atrofidagi şu mayirleri yetişmey kalsa, san toşmay kalsa, hem de şuna bir mümkünçilik buluşu mümkün. Bu ne şu programdaki rejissörleri ana ahırda belgeleydi. Şuna sizin ümitsizlenmey tayyorlig'ingiz bo'lsa, keyin fursat bo'lsa, dutta, yana bir tushib qolsangiz, milliy musiqalarimiz bilan o'rnatsınız. Çiğdiyamadım sizinki bu tatlı avazınız hakikaten esilken şunun için davatı da erken efendim. Mundaqça bu hoş avaz programısı. Lekin bir sanatçının bir naqshiniki, şu taqturqi sahne qiyofati bu intayin muhim. Bizniki
Senet begimizga sizdek güller çokum lazım. Rahmat. Bugün tanınamay qalğınız bilan ma'lumlaringizning intayin yaxshi bahosiga erishdingiz. Bu bir yaxshi natija. Biz sizdan cho'ng umidlarni kutamiz. Yaxshi tirishing. Oldu, rahmat. Ben bugün şu ustazlarning sözünü anlagandan keyin şu naqsh yetish va musiqa tanlash jihatda qanday yetersizliklerim borligini bilib oldim. Bundan keyin sahnaga chiqqanda shu yetersizliklerimni to'liqlab, ortiqchiliklarimizni siz texim izlanib, shuni joriy qildirishda sizda tirishman. Rahmat. Ustazlarning menga fikr talablariga Rahmat. Gel ay. I promise you. Ağzınıza tıkla. Dilrabaning o'zi avlodlarni tarbiyalash uchun tarbiyalanayotgan istiyorlar. Biz uning musiqa ma'rifidagi o'qishiga natija tilaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel birim buyumları mahirlağa amet dileydi. Programımızda devlet derecelik ekologik rayon Kelpin nahiyet qazbağırı joylashgan kimyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, süpersiz buğdaylardan hali, bulgangan sudan hali, ozuqluq maddeler köydürüp itilishdan hali. Isat tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bir yerde erkekler kuvvet içimdeki samimiy askar. Programımız hazırda başladı. Elshad Adil Yupurg'idan kelib, Texnik san'at institutida o'qiyotgan o'quvchi. Uning texnik nurg'un orzulari bor. Texnik jiq manzillari bor. Qani Elshad Adil bizga qanday kuy taqdim qiladi texnik? Marhamat. Rock uslubga ham latin uslubga naqsh musiqalarni bir qadar yoqtirib anglayman. Ham ay uslubga naqshlarni bir qadar yaxshi aytaman deb qarayman o'zimda. Ben bu qatimgi musobaqaga o'zimning eng yaxshi holatim bilan o'zimning eng yaxshi ovozimni namoyon qilib, mushu meydan musobaqada yaxshi natija erishishga to'liq tayyorlik bilan keldim. Görmegenni görsen dihi yaratmışsan Aknanını bugün sağızdan sürsen dihi yaratmışsan Aknanını bugün sağızdan sürsen dihi Yaxşı bolsan amet kışında Yaman bolsan abet beşinde Sık basma etken ışığında Görmegenni görsen dihi Yaxşı bolsan amet kışında Yaman bulsan abet peşinde Sık basma etken ışığında Görmegen gel görsen
Şiirli deneyecekçe Kanay xiyal sürsen dizi Aklım sana yol görsekçe Bir kolumni şikiyetçe Şiirli deneyecekçe Kanay xiyal sürsen dizi Her kim belki sihimet demez Diki dünya tamam dert demez Gündü oynaş mengü şart demez Mengü şart demez Halay oynat gülsen dedi Her kim belki sihimet demez Lekin dünya tamam dert demez Gündü oynaş mengü şart demez Mengü şart demez Halay oynat gülsen dedi Assalomu alaykum. Men ismim Elshad Odil, Qashqar Yo'pog'ini aytdim. Bu yil 24 yoshga kirdim. Hozir shu Shinjon san'at instituti muzik fakulteti naqshi o'rindash kasbi bo'yicha o'qiyapman. Gap yo'q. Gap yo'q, hozir. Qarasam ashiridan bilib qoldim. Bir naqshida o'qigan yigitga jiq gap qilmay. Rahmat. So'z bering. Men yaxshi ko'rdim ovozingni uka. Ham yaxshi anladim. Men jiq gap qilmay. San'at institutida o'qib yetibdi-da dedim. Mening maktabimda, Abdullaning maktabida, Nurnisoning maktabida Erkin abla. Erkinning maktabida. Erkin bilan men maktab. Ikkimiz Nima deb o'ylab qoldi u zangchi? Ben bir tushuncha beray, nemishqa o'lganlikdan oldindan bir davday. Men aslida shu o'ttirib pauzdan keyin komlo qo'yman degan vaqtida Bir skop qo'ydi. siz avjini aytib qoldingiz emasmi? Avjiga bir chiqqandan keyin ovoz sal bir kichikkin charchash yuz berib, bir ish. Pastga tushgan chog'da ozroq cho'ng savallik emas, kichikkina shu dog'ilg'ishlar yuz bergandan keyin men o'zimni to'xtalib, shu eng oxirida yuragimga tong attakka yerda urman deb tayyorligim puxta o'tirib shu oxirgacha shu siz ashunda yerni takkuzamidingizmi yo men o'zim sal his qilolmay qoldimmi endi o'zimcha ikkisining birisi bo'ldi. Ikkisining birisi yuz berdi endi men o'zim his qilolmay qoldim deb his qildim endi. Isil bo'ldi bu naq maydon, uning ustiga hammasining yuragi mush giliga tiqilib qolgan mushib vaqt mush sharoitda siz ashunchalik naqshni o'rinlab, yana o'zingizning hissiyatiga keltirib bizni oldingizga qaratgandan keyin ashuni o'zi yigit bo'ldi. Rahmat. Endi bunda gap qara. Biz hozir chiqyani atlabla. Hozir kelaylik. Sen o'sha 3 ma'lumotdan birini tanlig'ini. Mening eng oxirgi tanlashim Mahmud Sulaymon apandim. Nimishin? Buni bakma, Elshadjonning manzillari tehi uzoqda. Mana endi u yana bir kasbiy ustozga erishdi. Muborak bo'lsin. Mahmud Sulaymon apandidan ko'proq ta'lim olib, umidimizni oqlag'aysiz. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sog'an Qo'lja Fahtil Muslimoncha yelaklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Biyatda erkaklar quvvat ichimligi samimiy askar. Programmamiz hozirda boshlanadi.
aspirantlıqda o'qiyotgan Olimjonning bizga aytib beradigan naqsimi shunchalik o'zgacha. Naqshim bo'lsa kichigimdan naqsh muzikaga, naqsh ijodiyatiga qiziqib kelgan. Bu musobaqa qatnashishlik asosiy maqsadim bo'lsa, men yaxshi degan naqshlar yaxshimi yoki bunday emasmi? Shunga ko'rmanlarning jumladan to'rt yetakchi o'qituvchining shunga fikrlarini anglab berishlikda yepak yo'lga qatnashib keldim. Men hozir shu o'zim yetildigan tabiiy iqtidor, talant va boshqa har qaysi iqtisodiy taraflardan bo'lsin yoki boshqa taraflardan bo'lsin, o'zimdagi bor imkoniyatlarni eng to'liq darajada voyaga yetkazib, o'zimning tirishchanligi bilan shu musobaqada o'zimning eng yaxshi holatini ifodalab bermoqchiman. Faqat shuni xohlayman, lekin musobaqada nechinchi bo'lishim yoki qayergacha bardosh berib bora olishimga men hozir kepillik berib qolaman. Men faqat o'zimning eng yaxshi holatim bilan tirishchanligimni ko'rsataman. Canırıştı seni canımızla bağlı bala. İkimizin derdi bir mumluk gülüm. Gözümüzni berip durun yığılı bala. İkimizin derdi bir mumluk gülüm. Gözümüzni berip durun yığılı bala. Ben beşimni urmağan hiç taş kalmadım. Rastın etsem yüreğimde berdaş kalmadım. Rastın etsem yüreğimde berdaş kalmadım. Kurup ketken gözlerimde yaş kalmadı. Gözümüzni berip durun yığılı valay. Kurup ketken gözlerimde yaş kalmadı. Gözümüzni berip durun yığılı valay.
almayman arim keldi Kilim sizning ko'zingizda yig'layim volay O'zim bo'lib yig'layolmayman arim keldi Kilim sizning ko'zingizda yig'layim volay Can rishtisin jiningizga bağlayım volay bağlayım volay Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmim Alimjon To'xti, Qashqar Yangisadan. Bu yil Markaziy Millatlar Universitetining til adabiyot kasbini o'qishni bitirib, Shinjong Pedagogika Universitetining til adabiyot kasbini aspirantlik qabul qildim. Muborak bo'lsin. Alimjon. Ben tanıyma bu elimizde. Ben sal ciddilişip kaldınız ha bugün. Ciddilişip kaldınız. İşinizden aytdingiz, hammamiz sezib o'ttirdik. Lekin erken degandek sal jiddiylik bor. Hissiyat yaxshi. Tekstmi unansda shunday yaxshi tekst ekan. O'zingiz yozdingizmi? Bu teksti O'zbek shoiri Behzod Fazliddinning. Ben muzikasini o'zim solgan. Voy, Muborak bo'lsin. muzikasini o'zingiz yozganmi? Ahangini? Ahangini o'zim. Ahangini o'zingiz. Alimjonning nurg'un o'zining yozgan naqshlari bor. Menga bir email qilib aytib bergandi. O'tgan yil men anglagan. Shunda yaxshi. O'zimni yaxshi aytdi, biroq mening izchil his qilganim nafas ustiga o'rlab ketyapti. Faqat da bir xotirjam aytgandek tuyg'u beramay qoldi. O'zingiz qanday his qildingiz? Ozgina jiddiylik bor. Bor. Ozgina. Mushu nafas, mushu ko'krak tarafda bo'lgandek. Hozir men o'yladim Alimjon Aqchan, siz ko'pincha vaqtingizni mushu ijodiyatga berib, mushu naqshni mashq qilishga jiq vaqt ajratmadingizmi nima? Men chimo ishtaqman. Ben ahang qargan, ilk naqshni qush qarganda ijodiyat tarafdan xeyli burun boshlagan, ham gerçi muzikasini o'qimagan bo'lsam. To'g'ri. Ama hozirgacha izchil davomlashtirib kelyapman. Siz degandek, ijodiyat tarafdan kuchab, naqsh mashqini balkim ko'p qilolmagan bo'lishim mumkin. Mana naqshni menga bersangiz titibdimi? To'g'ri. Bir naqsh bergan, siz cho'qim unutib qollar. Qani u? Men sizga aytib bergan. Ben sizin öyleriga berib, sizdan 2 saat paranglashib kelgan. Biz ayrım bir paranglashsak o'g'irdik. Siz cho'qim unutib qollar. Balkim. Lekin bu to'g'ri tushunding. Sen biz Abdulakam esin chiqib qolib bo'lishi mumkin. Biz qallimizda bir narsa o'ylabmanimiz, ko'zimiz yo'lni ko'ryapmadi. Hatto bu ish mening dadam bilan, rahmetiy bilan ikkimizning o'tirishim bo'lgan. Dadamni tanimay qilib cho'ng yo'lda. Dadam uyga borgandan keyin, "Ey birodar, dadangizning tanımaygan bo'lib ketdingizmi?" deb menga sen ses qilib qo'ygan. Qashqarlikmi? O'sha bana bir tushuntirib oldim endi. To'g'ri tushunasizlar. Yani birisi Alimjon, mushu bizningki Uyg'ur san'at beg'imizda mushu ijodiyatchilar yana bir qadar komchil. Demakchi bo'lganim yo'l intayin ko'p. Endi o'zingizning bayatını aytib o'tgandek, balkim vaqtingiz, zehningiz shu ijodiyatga ko'proq berilib, shu naqshi etish, texnika va boshqa jihatdan ozroq hissiyat bak yaxshi. O'zining tushunyapti-da, o'zining ahangini, o'zining bolasida u. Jiqroq mashqni aytpasangiz, xuddi menmi kunda necha soat gitar mashq qilaman. Bu kesibni shu pichoqni bilab turib ishtiklaydigan narsa shu. Shu mashqni qilib turmasak chatoq chiqadi. Muzikadan azroq bir dars olganmi? Yo'q, muzikadan nazariya jihatdan hech qanday dars olmadim. Amalva muzikaningki bir nazariyasin to'g'ri bek ko'p az internet dunyosida to'rilishib ketdik-ku. Bir ko'rib qo'yinglar yigitlarimiz. Dunyoda
Naqshi o'qish bek oson, naqshini hal qilmoq tez. Qanday hal qilish masalasi bu nihoyat muhim. Mushu muzika bu intayin cho'nqur ilmchi bu. Ba'zida men torlardan yoki boshqa paranglardan anlatqanda bizda san'atchi, bakchi deydigan bir parang var. Amaliyotda bizning nisbatimiz nopusga nisbatan bizniki san'atkorlarimiz nopusimizga nisbatan silishtirma qilganda unda desa yo'q desa intayin az. Ham kompozitorlar intayin az, ijodiyotchilar az. Shunga musha har sadiki ijodiyatda olsun yoki müzik o'rlashiyatda olsun bizning uygundigan narsalarimiz bakchiqchi müzik ijodda. Shunga sizning shu yana davomli aspirantlikda o'qiganingizga men shaxsan bak xush oldum. Oxirida mening bir taklifim men o'qishmaya davom etganmas, mana biz davomli uchrashib tura oladiganmiz. Eliqda uyga borganda yana bir berib ko'zimga muqim bir o'zingizning bir simasini bir sizib yutib ketasiz. Bo'ldi. Oxirida shu barliq ustozlar jumladan shu tomoshabinlar televizor ekran oldidagi barliq do'stlarga albatta shu ustozlarning birasining guruhiga tanlangan bo'lsam yaxshi bo'ladi-da. Hech qisi yo'q. Men shu barliq ko'rman do'stlarga o'zimning bundan keyin ijodiyat va naqshat texnik mashq qilib taraqqiy qilgan ovozim bilan cho'qim hammalarni qayil qilganligimga tirishina va shuning uchun davomli tirishina. Barakallah. Bugungi naqshimiz bilan tabriklayman. Hayot hamrohlarga to'lgan. Bizga ba'zida ota-onamiz, qarindoshlarimiz hamroh bo'lib, yana shundaqla azob, hasrat, mung, ochiq hislarmi hamroh bo'lib. Ya'ni Murodiljon Mamat Tursun sahnaga baram. Assalomu alaykum barcha muhtaram azizlar. Mening ismim Murodiljon Mamat Tursun. Men Qashqar shahridan keldim. Bu yil 23 yosh. Meningki odatda naqsh aytishdagi alohidligim o'zimizningki Uyg'ur xalq naqshlari o'shki maqomlarimizdan sirt xanzucha naqshlar, o'zbekcha, turkcha naqshlar deganni qiziqib qolmayman, yoqtirib aytaman. Mening eng yaxshi ko'rib aytadigan naqsh aytish uslubi, flamingo naqsh aytish uslubini yaxshi ko'rib aytaman. Mening bu musobaqa qatnashishdan maqsadim o'zimning kamchiliklarimni vaqtida to'nib yetib, musobaqa orqali bundan keyingi nishonim va aytishda kamchiliklarimni to'liqlab o'zimning kamalarimni tuzish asas maqsad qilingan. Musobaqada tanlanish ishonchim yana chuqur. Haqiqiy so'ysan Billa yig'lay, billa kulsan Mehrim bilan vafo aylasan Hamra bo'lay Ig'ir kunlar kelsa beshimga Çapalarda kalsan ürkeyi Deprelemle kıymışsam beni Ada kılsan Sevgi bikremdi Şu can senin hamra
kalsan bir günü Dedelemler kıyılsa beni Adak olsa sevgimi kırmızı Sevgimi kırmızı Şu şahsinin hamrahim olayım Cabbalarda kalsam bir gün Dedelemler kıyılsa beni Adak olsa sevgimi kırmızı Sevgimi kırmızı Şu şahsinin hamrahim olayım Şu şahsinin hamrahim olayım Şu şahsinin hamrahim olayım Kafka özünü tanıştırın. Ben Muradcan Muhammed Tursun, ben Kaşgar şehrinden 3. diviziya sanat ömekte işleyman. Ben bayatın ilaqda çavat qalmadı gitar bilen. Ya uqanmay qaldımça. Gitar bilan aytgan bo'lsa deb shuncha arzu qilib ketdim. Naq maydonda o'rinlagan Tunigundan bo'lsa. beri de Dahshat bo'libdi, Bo'lyapti. hozirgacha. Birla gitarda pakizcha. Anaqsından ben benziyorsa toluk bir kırdım. Voy tankash. Tenkeş müziksiga Osa ukam, jinim ukam, yaqram. Men bekdan tura ketib barasman, yana chiqay. Ha, ho. Antir bana. Tankash, ha. Bo'ldi, bak. Jiq qizil qilmaylar, inimiz nima jiq qizil qilmaylar. Rahmat Aksan. Dedelemler kıyılsa beni Mana Abdullah Abdurrahim Efendi Muradiljanni o'z gruppasidagi hamrohlariga yangi hamroh sifatida tanlab oldi. Uning shogirdlik va yangi izlanish hayotidan keyingi yangi naqshlarini anglashga hardam umidvormiz. Çin Nuri Biopen Texnikisi Sultan Zaltı'da işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Bu programı bilen hemkarlaşkan Tilak Zincir Simantiz Tabakhanesi görülmelerinin ilmi ozuqlashini samimiy umid qiladi. Programımızda Devlet Dericilik Ekologiyalik Rayon Kelpin Nahiyet Tağbağırı'na joylashgan Kimiyalik doğrulardan xali, bulgangan havadan xali, süpersiz buğdaylardan xali, bulgangan sudan xali, ozuqluq madlar köydürüp itilishdan xali. Hesap tabiiy un ishlab chiqarayotgan El Nuri unchiligi alohida qo'lladi. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Birinchi darajalik mukofotimiz Saptava hasilni bozor sağam G'o'lja Tohtin musulmoncha yemeklik ishlab chiqarishi ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi avtomobil. Qani diqqatimiz keyingi vahirimizda bo'lsin. Yoshlik uchun mavjudligini ifodalashmaydi. Kechiktirmay maharati bo'lsa ko'rsatish kerak. Bu yigit 20 dan anda hal qilgan bo'lsa-mu, sahnamizga keldi. Pianino çilish, tambur çilish, gitar çilish, bunaqalar xalq naqshlarini, amebop ustidagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. Mening bugun tayyorligim intayin puxtalab qarayman. Shuning bilan tang mashqni uzildirmay yaxshi qilib keldim. Mening ishonchim to'liq. Körgili kelgüce alar bu can Küşke bizlerge bular mı imkan
bormi bu jon kuyishga bizlarga bular bu imkon miskindir bu qalbim qarab yo'lga sakratda turur kutib seni bu jon miskindir bu qalbim qarab yo'lga sakratda turur kutib seni bu jon sen bilan o'tgan chog'lar qolarmi fani dunyoda suygim qolarmi sen bilan o'tgan chog'lar qolarmi fani dunyoda suygim qolarmi baqi dunyoga qilsam man safar pak suygim sana hamroh bo'larmi baqi dunyoga qilsam man safar pak suygim sana hamroh bo'larmi pak suygim sana hamroh bo'larmi baqi dunyoga qilsam man safar pak suygim sana hamroh bo'larmi pak suygim sana hamroh bo'larmi pak suygim sana hamroh bo'larmi Benim ismim Adilcan Habibul, özüm Turpan Pichan'dan. Hazır İli Pedagogika İnstitutu'niki tambur kesbida o'qiyapman. Naqmaydan chilib buni ustiga o'zimniki hissiyotini qaytib, mening naqshamni aytdi deb bilan o'rindiqni aylantirsam prinsipimizga uyg'un kelmaydi ekan. Chunki sizga o'xshash aytmadi-da, shuning uchun jihlashlar kam. O'zining uslubida yaxshi aytdi. Ben şu öğrenmeye kaldım keçirim. Benim şu sahneye çıkıp özümün talantını şu cari kıldırağının özü bana nispeten en çok galber tarafı. To'xtab turinglar, hozir bunda bir masala bor. Men o'rildim. Voy ajab yaxshi. Unda o'zi yaxshi. Azroq aram deb qoldingiz, ha? Qanday desangiz, men bu naqshni rost yaxshi ko'raman. Erkin aytgan vaqtidami, shundoq bir xil bir oldim, ajoyib yuragimga tekkan bu naqshchi. Bu naqshning o'zi melodiyasida bir mung bor buning. Shu mung sizga mi ta'sir qilibdi?
Şu muğni çıqırıp berəldiniz. Əməliyyatda bək onda vaqırab, bək igizligini, tövelligini ifadelab bu naqshni shunda bir vayga yetkizib aytmadingiz. Lekin bir muğva, bir xil aşır iqbatqan suv o'xshashlam. Shunchalik pokiz bir xilchi. O'zingizni unutib ketgan asosda taxi yana kelib mening o'rilganimni uqmag'idek holatda. Siz ashada siz uchun aylandim men. Aylangan vaqtim siz izchil ko'zingizni yumib naqsh aytdingiz. Men bir fursat berishni to'g'ri ko'rib qoldim. Sizni nima uchun desangiz, biz sizdek vaqtimizda biz bundaq sahnalardan naqsh aytish emas, restoranda naqsh aytishmi xili cho'ng ishda. Tushimizga mi kirmaydi? Ras. Bunda sahna tushimizga mi kirmaydi. Lekin sizlar haqiqatan baxtli ekansizlar. Sizlar uchun faxrlandim men. Tas qaptıqda bize sen mi uqmapsa, biz mi g'ippi-da aynayapti emasmi? Yaxshi bo'pti, muborak bo'lsin. Nurnisa xonimga ko'p rahmat. Rahmat. Biz ikimizni ishlar rahmat. Ma'lumotlar ko'chman. Ayta g'aribona ayta yaxshi qattiq. Muborak bo'lsin. Bak sevgim sana. O't yurti uzum makonidan chiqib, olma makonida tarbiyalanayotgan bu yigit ili qizini ustozlikqa tanlab oldi. Samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin xoli biyatda erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildi. Bilamsiz, turponga bahor baldur keladi. Bahorni seg'ingan kishilarning armonlari agi suvlar, yeshil joylar bilan ko'tariladi. Şoňmy bu yigit bizga bahor vasligi muhtojlar degan asarni o'rlab bermoqchi bo'lyapti. Yaxshi fasilistga qiziqaman, ham mushat alayligim bor, atiqchiligim bor deb o'ylayman. Meningki qiziqadiganim odatdagi xizmat oqlardan boshqa vaqtlarda soch chelish, gitar chelish yoki naqsh aytish, naqsh muzika anglash, so'zish degandek turlarga qiziqaman. Men shu Ipak yo'li sadasi programmasi yo'l qo'yilganligini anglab, o'zim cheksiz xushal bo'lganligimda shuningdan hamda o'zimniki shu san'at muzik sohasida qanchalik bir utuqlarni yoki bo'lmasa qanchalik bir natijalarni qo'lga keltirganligimni bilib chiqish maqsadman. Bu Ipak yo'li sadasi programmasida qatnashib, cho'qim yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga kirishiman ham ishonchim komil. G'ayrat qil asbat. Allez. O'tid parvona kuyar mardona chiroq o'tid parvona kuyar mardona Buni ideya deymiz. Ey dilber bulay kurbanı kurbana bulay kurbanı kurbana kurbana güzel veslingi ey dilber
qurbona bulay qurboni qurbona Külüp gelgen idin bir çağ Yedip vesliye gülşen bak Kayan gettin aşu günler Şu günler Köngül sersanı sersanı Saçım belde asam kolda Bu nursuz gözlerim yolda Bu nursuz gözlerim yolda Kişi görse bu halimni Bulur heyranı heyranı Bulur heyran heyrane Kişi görse bu halimni Bulur heyranı heyrane Bulur heyran heyrane Güzel üstünü bir görmey Ayağınga beşim koymay Ayağınga beşim koymay Güzel üstünü bir görmey Ayağınga beşim koymay Ayağınga beşim koymay Üter bu hasrette Hasrette Ömür gamxanı gamxanı Navayı izledin miskin Körey depmeydi yar eksin Körey depmeydi yar eksin Elip kolga sapalni Kizer meyhane meyhane Kizer meyhan meyhane Elip kolga sapalni Kizer meyhane meyhane Kizer meyhan meyhane Kizer meyhan meyhane Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Özünü bir tunuşturup koyun akım. Benim sınıf familiyam Asqar Nazar'dan yurtum Turpan'dan bu yıl 32 yaş yeki ticaret. Bunda çilep, bunda itmak, xeli Tez. Şu gitargımı o xeli cık vaqtınızı berip siz anlap da ufuk bağlı oldu. Bir taraftan
Garmoniya, yani bir taraf dinlettim. Hamma narsani tang o'ynab, uning ustiga naqshini tang etib, bu o'ng so'l mingini chechib, bak tas ish bumi. Ammo shu ang chataq o'g'ini hech qaysimiz o'rganmay qoldik. Bu xush ovoz bo'lgandan keyin asosqi biz ovozni bir prinsip qilib emasmi? Qisman hayajonlanishlar yuz bermidi menda shu ovoz to'g'riliq gapirasin desam shunga to'g'ri deysiz. O'rganmay qoldim. Bugun naqsha qaraganda gitarni umdaroq bizga shunda chekpading. Men ashta his qildim o'zimcha. Qaravka, mana naqshini men aytgan sen bilsa balkim. Ovozingga shunchalik amroq oldim. Nima ish qilsang, bu naqsha mushunda bir ichdan chiqadigan bir mushunda Mahmud afandining til bo'yicha bom ovozda aytsa adamga bak tegadigan naqshni to'g'ri tanlab ekansa, biroq gitarni yaxshi chelish uchun sen balkim mush kallang necha taraf chechildi. Biz bugun asosli ovozni tanlaydigan bo'lg'achqa biz buni e'tibor qilamidik. Ovozdan masala ko'rilib qoldi. Boshqa jitiq-bitiq emas, muqimsizlik bo'lib qoldi. Bu yerda seni to'g'zib ta'latmayli. Lekin kelarjili musobaqa boshlangan desa bo'lmaydi. Musobaqadan burroq izdishib bir narsa deyishayli buni. Yaxshi tanishib oldik. Gitar yaxshi. Naqshimi yaxshi? Ovoz yaxshi. Bahar yaqinlashyapti. Hammamizning qalbi bahorga muhtoj bo'lmoqda. Asqar Najmiddinning lirik kuyiga illiq tuyg'ular ilib kelgani kerak. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Programımızda Devlet Dericilik Ekologilik Rayon Kelpin Nahiye Tağbağırı caylaşkan Kimiyelik doğrulardan hali, bulgangan havadan hali, süpersiz buğdaylardan hali, bulgangan sudun hali, ozukluk madla köydürüp itlişten hali. Hesap tabiiy un işlep çıkarıvatkan El Nuri uncılığı alaydı kolladı. Tabiiy yemeklik, sağlam demeklik. El Nuri. Bu programını samimiy şirketi Malaysiyadan import qilgan Shubidin Xali biyatda erkaklar quvvat ichimligi alayda talab qildi. Güzel yurt Toqsu diyardan bir yigit merhaba deb yetib keldi. Qani bu yigitning kuylariga quloq solaylik. Tavsiyesi bilan televizordan shu e'lonni ko'rib, o'zim sinab boqay deb keldim. Merhaba dünya, sevgiler yolunda. Merhaba sevgi, gülligen dünya. Merhaba dünya, sevgiler yolunda. Merhaba sevgi, gülligen dünya. Sevgilisigen çin yüreklerde şirin hatıra senden sezgiler senden Merhaba dünya
Ben orunduk öğrenmeye kaldım. Erkinmi yaxshi gap qildi. Menmi yaxshi adam. Tarbiyalashga. Men bu yaxshi ayol. Ha. Benim bugünkü tanışım de. Şunun için bugünkü tanışım Abdullah Abdurrahim efendim. Almurat'ın Merhaba Dünya namlı naqsini anlap, Abdullah Efendi merhaba deb uni o'z gruppasiga qo'shib oldi. Ikkilarning hamkorligida yangi g'albalar merhaba deb quchoq ochib